Chet ellardagi Uyg'ur jamoatining ishga bo'linishi Xitoyning parakandichilik siyosatining natijasi. Navbatda chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar orasida ma'lum top va guruhlarda va boshqa sotsial media vositalarida kundalik hayot bilan munosabatlik bas munoziralar, fitna fasod, g'ayvat, shikoyatlar va kichik urush jidallar avjlanmoqda. Bundaq ko'rinishlarning orasida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi zulm va irqiy qirg'inchilik siyosatiga qarshi ittifoqlik va birlik sepi barpo qilish o'rniga jamoat ichida ishki ziddiyatlar kuchaymoqda. Bu bir tarafdan shaxsiy masalalardan kelib chiqayotgan bo'lsa-mu, yana bir tarafdan Xitoy Kommunist partiyasining chet ellardagi Uyg'ur davosiga qarshi yurgizayotgan parakandichilik, qalaymaqonchilik va bo'lginchilik harakatlarining natijasidir. Bu maqolada bu masalani siyosiy jihatdan muloyiza qilib, chet ellardagi Uyg'ur jamoatining buningga diqqat qilishi va qarshi tadbirlar elishining zarurligini ta'kidlaymiz. Ma'lum sotsial medialardagi negativ tuturuqsiz bas munoziralar ittifoqlikning, birlikning dushmani. Uyg'urlarning chet ellardagi jamoati ona tuproqimiz Sharqiy Turkistonda elib berilayotgan irqiy qirg'inchilik va ichinishlik zulm va madaniyat yo'qotilishiga qarshi ittifoqlik, birlik ko'rsatishi kerak bo'lsa-mu, navbatdagi sotsial media suplarida kundalik hayot bilan munosabatlik behuda negativ munoziralarga to'lib ketgan. Masalan, to'plarda kim kimni yaxshi ko'rdi yoki kim kimga qanday yordam berdi degandek kichik masalalar to'g'risida munozara qilish, til haqorat, g'ayvat va shikoyat va fitna fasod yaratish, shaxsiy hayotga doir jidal majra va shikoyatlarni o'tirg'a qo'yish ko'payib ketdi. Bundaq vaziyat Uyg'urlarning ishki ziddiyatlarini kuchaytirib, ittifoqlik va birlikini ojizlashtirmoqda. Masalan, sotsial medialardagi va ba'zan taratqulardagi top va guruhlarda Sharqiy Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va ichinishlik zulmlarni dunyoga yetkazishning o'rniga vatani bir, qini bir, jigiri bir qarindoshlar o'zaro o'shmanlik va dushmanlik ko'zlari bilan bir-biriga olib qarishib, kechirgisiz va untulg'isiz jidal majralarga yo'g'ilib ketmoqda. Bu vaziyat shaxsiy dushmanlikdan va shaxsiy g'ayvatdan kelib chiqqanda ko'rinsa-mu, amaliyotda bu Xitoyning tashkillik harakatlarining natijasi bo'lishi mumkin. Natijada Uyg'urlarning dunyodagi ovozi ojizlashib, ittifoqlik va birlik bilan kurash qilish o'rniga ishki bo'linish bilan mashg'ul bo'layotdi. Xitoyning parakandichilik harakatlari, oila birligi va jasuslik. Bu bo'linishning asosli sababi Xitoy hukumatining chet ellardagi Uyg'urlarga qarshi yurgizayotgan transiatval davlat ichi va sirtidagi bostirish siyosatidir. Xitoy Kommunist partiyasi Uyg'urlarning birligini, ittifoqligini buzish uchun oila a'zolarini qoral qilib ishlatadi. Masalan, chet ellardagi Uyg'ur aktivistlarining Sharqiy Turkistondagi oila a'zolarini tutib, ularni sukutda qoldirishga majburlaydi. Buningdan boshqa Xitoy hukumati Uyg'ur jamoati ichiga jasuslarni yoshirin kirgizib, qon qarindoshlarni o'zaro bir-biriga qarshi kuch kiritib, qarshilik ko'tarishga urinmoqda. Tadqiqotlar qaraganda Xitoy muhojir Uyg'urlarni jasus qilib, muhojiratdagi aktivist guruhlarga singib kirib, ishki ziddiyatlarni kuchaytiryotdi. Bu harakatlarning maqsadi aniq. Ularning maqsadi Uyg'ur davosini qalaymaqonlashtirish va Sharqiy Turkistonning mustaqillik davosiga bo'lginchilik paydo qilish. Tadqiqot ma'lumotlariga asoslanganda Xitoyning transiatval bostirish siyosati dunyodagi 100 dan ortiq davlatdagi Uyg'urlarga ta'sir ko'rsatib, ularning ruhiyati va ularning hissiyoti ham birligiga ziyon yetkazmoqda. Natijada sotsial mediadagi bas munoziralar oddiy shaxsiy masalalarda ko'rinsa-mu, amaliyotda Xitoyning tashkillik parakandichilik siyosatining natijasi bo'lishi mumkin. Chet ellardagi Uyg'ur jamoatiga chaqiriq: sezgurlikni oshiring, ittifoqlik va birlik quring. Bu masalaga qarshi chet ellardagi Uyg'ur jamoati tövandagi tadbirlarni qo'llanishi zarur. Birinchi, sotsial mediani qattiq kuzatish va jasuslarni farqlantirish. Muhim taratqu va suplardagi guruhlarda munozir qilishdan saqlanib, muhojiratdagi Uyg'ur ro'yiyatiga zahmat yetkazib, negativ ta'sir paydo qilib, o'zaro o'shmanlik urug'ini chechib,
fitna fasod yaratgan yoki shaxsiy g'ayvatni ko'paytirgan shaxslarni qattiq kuzatish kerak. Guruh a'zolarining kimligini tekshirish va yoshirin jasuslarni farqlantirish uchun qattiq tadbirlar qo'llanishi kerak. Ikkinchi, ishki birlik ittifoqlikni kuchaytirish. Uyg'ur tashkilotlar va siyosiy aqillar bilan hamkorlashib, Sharqiy Turkistonning mustaqillik planlari va madaniyat ham tarixga munosabatlik faoliyatlar, masalan, o'tkir nutuq va leksiya ham madaniyat kechiliklari yoki o'qish yig'ilishlari orqali jamoatni bir yerga jam qilish kerak. Bu ishki ziddiyatlarni azaytib, qarindoshlar o'zaro ittifoqlik birlikni kuchaytirdi. Uchinchi, xalqaro hamkorlik. Xitoyning transiatval bostirish siyosatiga qarshi xalqarodagi nopozliq siyosiy organlarga yoki inson huquqlari tashkilotlariga ma'lumot yetkazib, xalqaroda besim paydo qilish lozim. Bu Sharqiy Turkistondagi Xitoy kommunist tajovuzchilarining Uyg'urlarga qarta elib berayotgan irqiy qirg'inchilik va ichinishlik zulm siyosatiga qarshi xalqaroning diqqatini jalb qilishga yordam berdi. To'rtinchi, sezgurlikni oshirish. Uyg'ur jamoati Xitoyning parokandichilik harakatlariga qarshi sezgur bo'lishi kerak. Masalan, sotsial mediadagi shaxsiy masalalarni cho'ngaytib etishdan saqlanib, da'voning asosiy maqsadi va Sharqiy Turkistonning mustaqillik planlari ham Sharqiy Turkistondagi inson huquqlari va madaniyat qo'g'dilishiga diqqat qilish lozim. Xulosa, birlik ittifoqlik bizning kuchimiz. Uyg'urlarning chet ellardagi jamoati Xitoyning bo'lginchilik va parokandichilik siyosatiga qarshi ittifoqlik va birlik bilan kurash qilish kerak. Sotsial mediadagi behuda munozirlar va ishki ziddiyatlar bizning eng cho'ng dushmanimiz emas. Bular Xitoyning tashkillik harakatlarining natijasi. Sharqiy Turkistondagi qon qarindoshlarimizning haq huquqi, jini va mustaqilligi ham madaniyatini qo'g'dash uchun biz cho'qim ittifoqlashib birlikka kelishimiz, Xitoyning jasuslik va bo'lginchilik harakatlariga qarshi intayin sezgur bo'lishimiz kerak. İttifaqlıq birlik bilanla biz dunyoga ovozimizni yetkiza olamiz. Bo'linish Xitoyning qo'lida. İttifaqlıq birlik mana bizning qo'limizda. Bu maqola chet ellardagi Uyg'ur jamoatini birlik chaqiradigan bir qadam bo'lishini umid qilamiz. Sharqiy Turkiston da'vosi uchun birliksiz jang yo'q. Abtori Izbasar. Mikrofon oldida Qaraxon. Sharqiy Turkiston informatsion markazi.